Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Yana sizlar bilan video darsli Proda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Unda xohlasa bugungi darsimiz ham sizlarga juda ham manzur bo'ladigan umiddaman. Ya'ni bugungi darsimiz nima o'zi? Ko'pchilik treyderlar qiladigan xatolari bor. Ya'ni o'sha xatolarni takrorlamaslik uchun men bu video darslik qilishga qaror qildim. Ya'ni bu video darsligimiz qanaqangi bo'ladi? Ko'pchilik treyderlar, misol uchun yangi boshlab turgan novichok treyderlar nima qilishadi? Misol uchun narx o'sib ketyapti. Ular o'sib ketib turgan narxni, ya'ni sell, ya'ni narx tushib ketadi deb o'ylab, obratni sell ochishadi. U holatda nima bo'ladi? Yana qaytib foydaga kirgan zelkalar yana qaytib minusga kirib ketadi. Bu holatda trendga qarshi ishlash. Ya'ni mana shu narsani men sizlarga, ya'ni breakout deyiladi. O'sha breakout qanaqa holatlarda hosil bo'lishini men sizlarga ko'rsatib beraman, xudo xolasa. Dorisi ko'rib chiqamiz, undan keyin men sizlarga yana izohlarni qoldiramiz. Qani boshladik bo'lmasa. Qadrli do'stlar, mana bo'lmasa bugun sizlar bilan xudo xolasa yangi mavzu, ya'ni ko'pchilik treyderlarda qiladigan xatolari bor, ya'ni o'sha xatolari to'g'risida gaplashib o'tamiz va trendga ko'pchilik, misol uchun narx o'sib ketyaptimi, juda ham ko'pchilik nima qilishadilar? Sell olishga harakat qiladilar. Lekin bu aslida noto'g'ri. Ya'ni qaysi ma'noda? O'zi hozir men sizlarga qisqacha tushuntirib beraman va chiroyli darslarda o'tamiz. Bulardan o'zingizlar keyin xulosa chiqarib olasizlar, xudo xolasa. Bizga qanaqa holat kerak? Ya'ni biz yaponskiy switch holatida ko'rib olmaymiz bu holatni, ya'ni line chart holatida ko'ramiz. Maksimal darajada kattaroq time frame'larda ko'rib olishga harakat qilishimiz kerak biz. Ya'ni qanday ko'rib olamiz? Hozir men sizlar bilan minimum, maksimum, ya'ni support yoki resistance mana shu zonalarda breakout qilish haqida gaplashamiz. Ya'ni breakout o'zi nima degani? Sizlarga endi men oddiyroq tushuntirishim bo'yicha maksimum yoki minimum deb tushuntirsam sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Ya'ni bu holatda e'tibor beringlar. Bu holatlar minimum holatlar. Ya'ni mana onlayn bozorda ketib turgan, ya'ni bir oylik time frame da ko'ryapmiz. Bu zona minimum zona. Bu zona yana bitta minimum zona. Ya'ni bu zona, ikkala minimum zona juda ham kuchli zona hisoblanadi. Endi bizda nima bor? Ya'ni mana shu zonani, yorib chiqqan zonani biz nima deb olamiz? Ya'ni mana shu yorib chiqqan zona bizda breakout deyiladi. Mana shu zonani yorib chiqqan zona, ya'ni breakout. Ya'ni mana shu minimumdan biz uровень tashlaymiz. Ya'ni mana shu zonaga qaytib keladi, retest qilib keyin ketadi. Ya'ni mana shu breakout zonaga retest qilib keyin bozor yuradi. Ya'ni hozir mana sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Bu zonaga nima tashadi? Zona tashadi. Ya'ni bu zona nima qilingan? Break, ya'ni breakout qilingan zona. Qachondir mana shu zonaga nima qilish kerak? Retest qilish kerak. Mana shu zonaga retest qilganda obratni selga ishlaymiz. Endi bizda e'tibor beringlar. Bu yerda ham ikkita maksimum qolib ketgan o'sha. Ya'ni maksimum. Bu zonani nima qilingan? Bu zona breakout qilingan o'sha bu zona ham. Bu zonada bet breakout, bu zona breakout. E'tibor beringlar, narx o'sib ketgan, lekin baribir qaytib keldi. Nimaga qaytib keldi? Mana shu zonaga. Nima uchun? Breakout qildi. Breakout qilingan zona retest bo'ldi. E'tibor beringlar. Breakout qilingan zona retestga qaytib keldi. Endi yana line chartga olaman. Bu zona ham breakout qilingan zona qaytib keldi, xudo xolasa.
Ya'ni mana shu zonadan обратный selga ishlasak bo'ladi. Ya'ni bu 1 oylik time frame'da, ya'ni globalniy da analiz. Endi haftalik olaman. Haftalik time frame'ga haftalikdan pastroqqa nima qildim? Tushdim. Tak. Sal kichkinlashtiramiz. Nima sizlarga break qilingan zonalarni men sizlarga tushuntirib beraman. Bu zonada e'tibor beringlar. Mana shu zona breakout bo'lgan, narx tushib ketdi уже. Narx tushib ketgan. Endi line chartga olamiz. Line chartga oladigan bo'lsak, baribir shu zonadan nima berdi? Atkat berdi. Bu zonani break qilingan zona hech qachon bir martada yorib chiqib ketmaydi. Yo 2 marta yoki 3-chisida keyin yorib chiqadi. Birinchisidan обязательный atkatdan kirsa bo'ladi. Endi bu minimum tochka ham e'tibor beramiz. O'suvchi trend bo'ladigan bo'lsa maksimumidan olamiz. Tushuvchi trendda minimumni, ya'ni mana shu minimum zonada ham nima bo'ldi? Mana shu zona breakout qildi. E'tibor beringlar. Baribir nimaga qaytdi? Qaytib kelib retest qildi, keyin impuls bilan tashab berdi bizga. Endi bu zonada ham minimum zona, bu zonada nima bo'ldi? Breakout, ya'ni mana maksimumda yorib chiqdi, breakout. Narx retest 1 marta harakat qildi, yorib o'tishga 2 marta harakat qildi. Yo'q, atkatdan обязательно bayga kirsak bo'ladi. Bayga kirildi, уже narx ketdi. Endi bu yerda har bitta narx to'planib qolgan zona, misol uchun mana buni zonani yorib chiqdi. Значит, bu zonani breakout qildi. Buni yorib chiqdi, значит, buni breakout qildi. Bu zonani yorib chiqdi, bu zona breakout qildi. Уже narx kelgan, breakoutdan retest olgan. E'tibor beringlar. Agarda bu time bu strategiyani to'g'ri qo'llab bilsalar, juda ham chotga ishlatsa bo'ladi. Bu zonada ham ko'pchilik, juda ham ko'pchilik selga ketadi deydi. Yo'q, selga ketmadi. Nimaga selga ketmadi? Chunki buni zonani breakout qilingan edi уже. E'tibor beringlar. Bu zonada уже yorib chiqib break qildi. Undan keyin breakout qaytib kelib retest ketdi. Endi yana ko'pchilik mana shu joyda selga ketadi. Yo'q, selga ketmaydi. Nima uchun selga ketmaydi? Chunki buni maksimum zonani nima qildi? Break qildi. Bu yerda ham. Shu e'tibor beringlar, break bo'ldi. Narx tushdi, yorib chiqdi. Mana tepada ham yana break qildi. Qaytib kelib mana shu birinchi break qilingan joyga kelib retest ketdi уже. Ko'pchilik tillaga qiziqadi. Ya'ni mana tillaga olamiz. Ya'ni tillani ko'rsak ham bo'ladi. Tak, haftalik time frame'dan boshlaymiz. Haftalik time frame'dan. Ya'ni bu zonada break qildi, retest ketdi. Tak. Bir oylikdan ko'raylik. Bir oylik zonadan ko'ramiz. Bu zonada xudo xolasa bu zona breakout qilingan edi. Retestga keldi xudo xolasa. Mana shu zonamizga keladi, keyin selga обратный ishlaymiz xudo xolasa. Endi daily time frame e'tibor beramiz goldga. Mana shu zona break qilingan edi, уже breakout qildi, retest qildi. Ko'pchilik line chartda breakoutga kelmasligi mumkin, lekin yaponskiy svichada обязательно kelib beradi.
e'tibor beringlar. Line chapda kelmaydi, lekin yaponskiy switcher baribir o'sha zonaga chiqib beradi. Keldi, o'sha breakout qilingan zona, mana ko'rsalar ham bo'ladi. Mana shu zona break, minimum yorib chiqdi, o'sha maksimum. Shu zona sell обратный ketdi. Bu zonani ham yorib chiqdi, ketdi. Endi baribir narx yana bir marta qaytib kelib, mana shu zonaga to'xtadi. Nimaga? Chunki bu zonani bir martada yorib chiqolmaydi. Kuchli bo'ldi o'sha. Yana narx tushdi. E'tibor beramiz. Bu zonada break qilindi. Break qilingandan keyin bir marta atkat olishga harakat qildi, lekin selga обратный kuchliroq ketdi. Pastga break qildi. Mana buni zonaga breakout qildi. Narx tushdi. Bu zonaga ham nima qildi? Bu zonaga ham break qildi o'sha. Bu minimum zonaga ham break qildi. Narx chiqib bu zona retest, yana shu zona keldi, breakoutdan yana bir marta обратный selga. Qadrli do'stlar, sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Ya'ni bu breakout zona, xudo xolasa bundan keyin sizlar bunaqangi xatolarni qilmaysizlar deb o'ylayman. Xudo xolasa hammaga rahmat. Yana ham xudo xolasa sizlarga yana ham chiroyli darslar chiqarishga harakat qilaman. Xudo xolasa hammaga rahmat, sog' bo'linglar.